mana bashga qolib qishloqqa. Mana do'stlarim qishloqni ko'rishni boshladi. Mana mashinalarni o'tib, yaxshi. Yaxshi. Mana qishloqda ham devorlik do'stlarim. Mana militsiyami? Hoy sen, qani mashinadan tushchi? Qani aytayapti? Ko'rsachi. Bu militsiya nima demoqchi menga do'stlarim? Xo'p, mayli, eshikni yopib qo'yaylik bo'lsa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Janob militsiyachi. Meni chaqirdingizmi hozir? Shunda, Ha, seni chaqirdim. Senda gapim bor. Nima gap yana? Ishqa biron ishkal qilib qo'ymadimmi? Ha, ishkal qilding. Nima mashinangni buni qoraytirib olgansan? Mashinam nima qilgan? Qoraytirsa, menga shunaqa mashina yo'q edi. Nima ham derdim endi. Ikkinchi bu mashinangni ko'rmay, bizning qishloqda bunaqa mashina haydama, tushundingmi? Mayli. Uzr so'rayman bundan. Xo'p, mayli. To'xta. Yana nima deysiz? Buning uchun jarima to'lashing kerak. Yana nima deyapsiz bu? Yana qancha jarima to'lashim kerak endi men bu? Bitta mashinani shunday qaraytirganim uchunmi hammasi? Ha, yur oldimga tush. Vay, do'stlarim yomon bo'ldi-ku. Xo'sh, hozir senga buni qiymatini aytaman. Ha, 100 ming bo'ladi. Nima, 100 ming? Yo'q, 100 mingmi? To'xta, axir juda ham arzon-ku, yo'q. Ha, mayli. 640 ming. 640 ming? Pashti 1 million. 640 ming berishim kerakmi sizga? Shuncha pulim. Menga farqi yo'q. Tezroq jarimani to'la, bo'lmasa seni qamab qo'yaman. Mayli, majburman. Yaxshi ham pulim ko'p. Xo'p, mayli. Mana janob militsiyachi, ola qoling. Mana sizga 640 ming kakras o'zi. Bir staka 640 ming bo'ladi. Qirib ketyapsiz. Mang oling pulingizda. Mang. Bo'ldi. Hal qildik. Yo, halitdan bu qishloqqa men pul to'layapmanmi? Do'stlarim, sizlar bilan salomlashmayman. Hammaga salom. Sizlar bilan bugun men Argon Craft va do'stlarim, bugun biz sizlar bilan birinchi videomizni olamiz. Mana do'stlarim, ko'rib turganlaringdek mana kompot qishlog'iga kelganman men. Xullas, mana kelganimdan omadsizlikka yo'liqdim. 640 ming pul to'ladim. Yaxshiyamki pulim ko'p, do'stlarim. Xo'p, mayli, unda men hozir yangi youtuberman, do'stlarim. Men umid qilamanki, sizlar menga obuna bo'lib, videolarimga like bosib, men qo'llaysizlar, do'stlarim. Sizlardan buni kutib qolaman. Shuning uchun do'stlarim, ko'proq like bosinglar, meni kanalimga ham obuna qo'yinglar, do'stlarim. Bo'lmasa, videoni ham boshladik. Xo'p, mayli, do'stlarim. Mashinam hozir suyuqda turibdi. Bu qishloqqa kelgan sababi kompot qishlog'i o'zi ko'p kishi yoqadi, do'stlarim, zo'r qishloq va xullas menga ham yoqib qoldi, shuning uchun shu yerga ko'chib kelaverdim. Mana do'stlarim, o'sha mashhur merni uyi va yo gelikmi? Oltin. Oltin gelik. Voy, oltin gelik. Buni qarang, do'stlarim. Hey, mashina ko'rmayapmisan? Menga aytyapsanmi? Ha, senga aytaman. Yana kimga aytishim kerak? Mashina ko'rganman, gelikni. Sen nima deyapsan? Men nima zo'r mashinalarni ko'rganman. O'zi nima gelikni mollarga kelib olyapsan? Nima, umringda oltin gelik ko'rmayapsan? Yo'q, to'g'ri, lekin umrimda birinchi marta ko'rishim hozir oltin gelikni. Mayli, uzr. Sizlar merda mashinaga qarab turibsizlar shekilli. Shishalarni qaranglar. Ba'zi qishloqlar g'irt alkash ekan, do'stlarim. Militsiya mashinani qaranglar. Oddiy Jiguli, do'stlarim. Mayli, bizning ham mashinamiz shunday-yu. Xo'p, zato zo'rroq. Xo'p, mana bu qishloqqa ko'chib kelgan ekanman, o'zim uyim tanlayman, do'stlarim. Bu yerda ikkita zo'r uy bor, ko'p youtuberlar tanlaydigan. Mana bu va albatta kuznis. Va kuznis ichida kimdir yashaydi shekilli, mana. Kimdir yashar ekan va sandiqda hech narsa yo'q. Demak, bu yerda yashay olmayman. Bu mening uyim bo'lishi to'g'ri kelmaydi. Xo'p, bo'lmasa biz tanlaymiz hozir. Biz o'zimizga qanday uy tanlasam? Nima ham derdim, mana shu yerdan tanlaymiz, do'stlar. Mana shu kuznis va uyim bo'ladi. Nima ham derdim? Yo'q, do'stlarim, yaxshisi mana buni tanlaymiz. Mana ana shu zo'r. Mana shu menga ko'proq yoqadi o'zi. Xo'p, mayli. Bo'lmasa qishloqlardan surishtiramiz. Qishloqqa senda bitta gapim bor.
Xo'sh, nima gap? O'zi sen kimsan? Bunga e'tibor berma, hozirgina ko'chib keldim bu yerga. Mana bu uyning egasi kim? Uni egasi yo'q. Yo'q, buni egasi yo'qmi? Bo'lmasa men olsam bo'ladimi? Ha, olishing mumkin. Yaxshi. Tekinmi? Sen ahmoqmisan? Qanaqa sen tekin bo'ladi? Albatta pullidir. Bu kim sotadi bunaqa uylarni? Albatta janob ber. Mayli, sen menga pulini ber, men janob berga o'zim berib qo'yaman. Shunda hozir senga qancha pul to'lashim kerak? Tezroq ayt, vaqtim tig'iz. Xo'sh, hisoblab bo'ldi. Naqd 2 million 400 yo'q, adashib ketdim. 2 million 660 ming bo'ladi. Nima? 2 million? To'g'ri, haqiqiy hayotda 2 million deb bunaqa uy bermaydi. Xo'p, mayli. Bo'lmasa 2 million endi buni hisoblab chiqishim kerakmi? To'g'risidan ol. To'g'risidan? Yaxshi. Qishloqqa juda ham yaxshi ekansan matematikadan. Xo'p, mayli. Bo'lmasa qariya senga beraveraymi? Uyimga qo'yib chiq. Seni uying qaysi? Mana shu ko'zni ichsa. Ko'rinishmi? Bo'lmasa yaxshi. Uyingga qo'yib chiqaman. Umid qilamanki, merga berasan, meni aldab ketmaysan. Keyin mer menga yana bukir yurmasin sani dastingni. Xo'p, mayli do'stlarim, uyni endi jihozlashimiz kerak. Bo'lmasa men buni jihozlaguncha videoni pauza qilib turay do'stlar. Men bilan olib taylaymiz, unday yangi narsalar qo'yamiz. Mayli, bo'lmasa do'stlarim, videoni pauza qildim. Voy do'stlarim, mana qibuldik do'stlarim, mana uyimni qarang, dahshat dekoratsiya qildim. Lekin albatta juda qiyin bo'ldi. Mana soatchalab mana bunaqa narsalar, openglarni, ichki narsalarni solib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, mayli. Do'stlarim, juda ham zo'r mana gaz plitalar, qo'l yuvgichlar, mana denliklar, har ehtimolga qarshi men bu ikkita verstak bilan pechkani ham qo'yib qo'ydim. Xo'p, mana men bunaqa o'zimni yotog'imning yonidagi va bunicha pullarni solib qo'yamiz do'stlarim. Va mana bo'ldi. Endi esa mana uyga bemalol yashasam bo'ladi. Aytmoqchi, svetman bor do'stlarim, mana bu yerda. Bunday svet yoqib qo'yamiz. Mana chotki. Mana do'stlarim, uyim sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Qanday zo'r qilganmanmi yo bo'lmaganmi? Xullas do'stlarim, bu o'zingizlarning fikrlaring mana. Stolchalar o'tirib olib. Xo'p, mayli do'stlarim, hali ko'p videolarimiz bog'laydi do'stlarim sizlar bilan. Bo'lmasa do'stlarim, sizlardan bitta like va obuna bo'lsa bo'ldi do'stlarim. Mana, korotchi do'stlarim, mana qishloqqa kelib joylashib oldim. Uyim ham bor. Korotchi zo'r hammasi, hozircha ishlarim dahshat va mana bu yerda qishloq. Anchagina pul sarfladim lekin uyni remont qilishga va mashinamni esa hozir uyimning yoniga olib borib qo'yamiz. Eshigini ochamiz, o'tamiz. Zavod qilamizda, buni eshikni yopib. Hop. Qani, sekin, hop, yaxshi. Uyimning ko'chalar juda ham tor ekan. O'tlar ham o'sib ketdi do'stlarim. Men bu yerga qo'yib qo'ysammi? Ana shu yerga qo'yib qo'yamiz do'stlarim, ko'zning yoniga. Hop, masalan, men o'tlarni bir-ikki yo'qotaylik. Hop, yaxshi, sekin. Mana qo'ydim do'stlarim. Mana mashinadan tushaylik. Eshigini yopamiz. Qishloqqa uyning yoniga qo'ysam bo'ladimi mashinamni? Ha, mayli, qo'yaver. Mashinang zo'r ekan, havasim ketdi. Masa zo'rmi, senga yoqdimi chindan? Ha, juda ham zo'r. Menga o'zi qora rangli mashinalar yoqadi. Mayli, qishloqqa senga ham nasib etsa shunday mashinalar. Bo'ldi mana do'stlarim, videomiz ham o'zini oxiriga yetadi mana. Kelib joylashdi. Va hammaga video oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat do'stlarim. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar. Bo'lmasa videomiz tugadi. Keyingi qismlarga ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.